Instagram uchun video olish ham oson narsa emas ekan. Kod yozishdan ko'ra ko'proq videoga vaqtim ketib qolyapti. Ko'rib turibsizlar, OBS Studiodan ekranimni zapis qilish uchun foydalandim. Men bu brauzerda ekran chekkasida ochib olganman. Ko'rib turibsizlar, bu Reels'lar uchun telefon versiyada ochilganda yaxshi qulay ko'rinish uchun ushbu window, ya'ni ushbu oynani OBS Studiodagi zapis qiladigan joyda shu chekkasiga joylashtirdim. Lekin ko'rib turibsizlar, o'ng tomonda bo'sh joy qolib ketyapti. Lekin bu bo'sh joy ham videoga chiqib qoladi. Chiqib qoldi ham, menda videolar chiqib qoldi, videoga chiqib qoldi mana. Ko'rishingiz mumkin. O'ng tomoni bo'm-bo'sh qolib ketyapti. Endi shu tomonni qirqish kerak. Men buning uchun programmadan foydalangim kelmadi, chunki ba'zilarida zapisni kачествосini kamaytirib yuboradi, boshqa qiladi. Shuning uchun oddiy FFmpeg'da kod yozdim. Kodda nima deganman? Shu joyni qirqib ber deganman. Eng asosiysi, men ekranimni kengligi 1980 mi 1920 bo'lsa kerak. O'sha 1920 dan 1345 mm qolib ketayotgan joyda ayirib tashladim. Shunda 575 qolyapti. 0 dan 575 gacha, keyin uzunligini, balandligini to'liq qilib qirqib ber dedim. Bitta bossam, o'sha mana terminalda video montaj qilyapti. Qo'yamizlar. Lekin natijasi yo'qotishlarsiz. Umuman sifat buzilmaydi. Kafolatlangan. Hozir qirqib bo'lsa, natijasini ko'rishingiz mumkin. Oldingi video qanaqa holatdaligi eslatish uchun mana yon tomoni qora bilan qoplangan. Bu ko'proq vaqt oladi shekilli, kattaroq videoda, chunki bundan oldingi safar qilganimni natijasini ko'rsata qolaman. Mana o'rtada chiqyapti. Qirqib ber aytgan joyimdan. Umuman yo'qotishlar yo'q.